Demak, aziz do'stlar, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz biz Alipay'ni o'rnatib olamiz Play Market orqali. Bunday ko'rinishda bo'ladi. Mana bunday shaklda bizda ochiladi. Agree tasdiqlashni bosamiz. Mana bu yerda aytyapti login for Taobao users. Bizda endi Taobao yo'q deymizda, sign up, enter account, more options. O'zimizga yana kerakli bo'lib qoldi. Kerak bo'lganligini hisobiga yana ochamiz. Nima uchun kerak bo'ldi? Bir yilda 200 ming limit bor. Bizda kattaroq zakaz tushib qolgani uchun bu limitimizni tezda to'ldirib qo'ydik. Sign up kerak emas. Bu Taobao orqali kirib ketadi, bu bilamiz. More options bosamiz. Switch language. Mana bu yerda tilni to'g'rilab olsak ham bo'ladi. Kimgadir ingliz tili qulay, kimgadir rus tili qulay. Menga rus tili qulay bo'lganligi uchun rus tilini mana save qilamiz, tanladim. Vход более opsiya зарегистрироваться mana. Зарегистрироваться tugmasini bosdik. Mana bu yerda mana O'zbekistonni tanlaymiz bunday qilib. O'zbekiston yozamiz. Tak. Demak, kecha shogirdimiz so'rab bilibdi, bitta shaxsda fuqaro o'sha pasportiga 4 ta sim kartasi bo'lsa, har xil sim kartalari 4 tagacha akkaunt ochsa bo'lar ekan. Mana bu yerda telefon raqamida teramiz. Telefon raqam terganimizdan keyin ketdik. Roziman deb bosamiz. Согласен deymiz. Mana ikkinchi etapga o'tib ketadi. Bu yerda kapchani aytyapti. Qarang nima deyapti. Чтобы завершить прошедшую головоломку. Mana terdik. Mana rasmcha shakl paydo bo'ldi. Подтвердитni bosamiz. Mana bo'ldi. Tekshiramiz qani. Balkim chorniga tushib qolgandir. Shunaqa holat ham bo'ladi. Mana сообщениyalarda ham yo'q, zametkada ham yo'q. Keyin blokirovkaga qilinganlarga kiramiz. Mana bu tarafda ham yo'q. Demak, yana qaytib turamiz va yana bir marta qayta urinamiz. Hozir mana 18 sekund o'tgandan keyin mana yana снова отправить qilaylik. Yana 60 sekund berdi. Bu ishonchli ma'lumot. Mana SMS ham keldi. Biz bilmaganimiz anu bo'ldi. 609 340. 609 340. Biz bilmaganmiz, kecha 12 ming yuan pulimiz bilan yana muzlab qoldi. Lekin buni qo'rqinchli joyi yo'q ekan. Ochib berishdi. Supportga yozuvdik. Support ochib berdi. Ochib bergandan keyin biz bemalol hozir bir haftagacha ochib berar ekan, pulni ishlatib olamiz. Razрешить bosdik. Haqdaligini bilishdi deyapti. Mana ochildi. Yani juda ham oson. Account degan joyda bosamiz. Mana bu yerda mana qarang, e'tibor berasiz. Qizil bo'lib turibdi. Bu nimadan dalolat beradi? Bu yerda verifikatsiyadan hali o'tmagansiz. Verifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Change now deymiz mana. Parol bergin deyapti. Biz parol qo'yamiz. Сохранить bosamiz. Qani katta harf ishlatdik shekilli. Mana oxirida bitta katta harf ishlatganimizdan keyin ana bo'ldi. Add email deyapti. Emailini qo'shgin deyapti mana. Birdaniga to'liq verifikatsiyadan o'tish uchun pochtamizni teramiz. Buniki pochtaga SMS yuborishdi. O'shani tasdiqlab aytishimiz kerak. Bir qanaqadir xitoycha yozuvlardan keldi. Teramiz 290 912 290 912. Terganimizdan keyin telefonga SMS kelar ekan. Bu juda ham murakkab ishlangan. SMSimiz kelmadi. Mana yana bitta resent qilamiz. Umid qilamiz ikkinchi safardan keladi. Lekin halicha kelgani yo'q. Mana keldi. 500 ming tur mana. Demak, mana kodda ikkinchi martadan kelyapti. Bosdik. Bo'ldi, email ham ro'yxatdan o'tdi. Bu muhim, bularni hammasini eslab qolishlaringiz kerak bo'ladi. Keyingi etapimiz biz qilishimiz kerak bo'lgan bu o'sha asosiy joyi verifikatsiyadan o'tishimiz kerak. Foto no deyapti. Mana bu yoqqa bosib turib take a photo rasm qo'ysak bo'ladi. Take add qilamiz. Use mana qo'llashni bosdik. Rasm qo'ydik. Nickname bu yerda kirgizamiz. Mana oson bo'lishi uchun oldingi nickname'ni sal o'zgartirib qo'yaman. Akmal Express mana Akex Boss 2 deb qo'yamiz. Bu chunki ikkinchi akkauntimiz bo'ladi.
eslab qolishingiz kerak hammasini. Identify information mana verify now deyapti. Hozirda o'zida verifikatsiyadan o'tgan deyapti. Demak, eng qiyin joyi country region, document type passport, rasm tushirib qo'yamiz. Bu yerda mana scan select from album deyapti. Albomdan qo'yamiz. O'lik. Mana endi pasportda birinchi add qilib давай qo'ydik. Confirm. Manaki. Demak, mana rasmni qo'yganimizdan keyin rasmni ham tiqish kerak ekan, joylashtirish kerak ekan. Mana hammasi avtomatik joyladi. Submit'da bosamiz. Please wait deyapti. Kutib turing iltimos dedi. Manaki, mashalloh. Mana bu yerda pasportni danlalar bo'ldi. Basic information deyapti. Mana bu qizil bo'lib qoldi. Buni ham qani ko'raylik qani, mana mail hammasi bor. Occupation type, adres bo'ldi. Bular hech qaysi biri bizga shart emas. Shuni o'zi yetadi. Bo'l, verifikatsiyadan o'tdik. Alhamdulillah, mana bemalol endi menimcha mana rasmimiz ham chiqdi. Verifikatsiya bo'ldi, uzr. Tak, mana yana bir marta tekshiramiz. Bo'ldi, hammasi cho'tka. Endi mana bunday akkauntni bosamiz. Bu yerda tak balansni bosamiz. Mana bizda balansda pul yo'q, 0 chiqadi. Yana bitta narsani birdaniga o'rgatib ketaylik. Mana bank cards turibdi. Bank kartani bosib turib, bu yerda siz o'zingizni kartangizni qo'shib ketsangiz bo'ladi. Hech qanday qiyin joy yo'q. Mana Visa, Mastercard, boshqa narsalar. Lekin Ipak yo'lini mana Union Pay ilovasini agar qo'shadigan bo'lsangiz, mana hozir yaqin oxir ko'rsataman. Union Pay kartasini agar qo'shadigan bo'lsangiz, yo Ipak yo'li yo boshqani bemalol shundan keyin to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Visa karta orqali to'lov qilib bo'lmaydi, lekin Union Payda qo'shsangiz biz Union Pay orqali to'lov qilamiz. Kartani qo'shasiz, qo'shganingizdan keyin bemalol Taobaodan Alipay belgilab turib to'lov qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari Visa kartani to'ldirish yo'li bor, lekin u uni qoplamaydi. Ishonchli yuanchimiz mana shu bo'layapti, mana bot, mana hozir ko'rsatib tashlab ketaman. Shundan foydalanamiz. Shu botdan narxlari ham yaxshi, hammasi zo'r. Juda ham oson, qancha kerakligini tashlaysiz, kartalarni to'ldirib berasiz. To'ldirganingizdan keyin bu yerda mana sizda anoningiz bo'ladi. Mana name card. Name cardni bosasiz. Mana bu yerda hozir kutib turamiz. Bizning QR kodimiz chiqadi. Mana chiqdi. Mana save to album qilsak ham bo'ladi, yoki bo'lmasa screenshot qilib olsak ham bo'ladi. Farqi yo'q, bemalol. Keyin yuanchaga tashlab beradigan bo'lsangiz, o'shani to'ldirib beradi botga. Xullas, aziz do'stlar, shunaqa o'ylayman, videomiz manfaatli bo'ldi.